UZIda bola yaxshi rivojlanayotganini qayerdan bilamiz? Homiladorlik davrida ultratovush orqali bir nechta aniq ko'rsatkichlarni baholaymiz. Birinchisi homila yurak urishi. Homila yurak urishini aniq eshitilishi va normal chastotada bo'lishi bola yaxshi rivojlanayotganining aniq ko'rsatkichlaridan biridir. Ikkinchisi homila o'lchamlari. Bosh, qorin va son suyak o'lchamlarini homila muddati bilan solishtiramiz. Bu esa bolaning to'g'ri o'sayotganini bildiradi. Uchinchisi anatomik rivojlanishi. Skrining orqali UZIda homilaning yurak sistemasi, bosh miyasi, umurtqa pog'onasi, qo'l, oyoq va boshqa muhim organlari baholanadi. To'rtinchisi yo'ldosh va qon oqimi. Yo'ldoshning holatini baholaymiz, qon oqimini tekshiramiz va bolaga yetarlicha kislorod va oziq moddalar borayotganini aniqlaymiz. Beshinchisi homila oldi suvlari. Homila suvi ham muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi va homiladorlikda rivojlanishi mumkin bo'lgan ko'plab patologiyalarni ko'rsatib bera oladi. UZI bu shunchaki homilani ko'rish emas, u bolani to'g'ri rivojlanayotganini chuqur tibbiy baholashdir. Rejalashtirilgan UZI tekshiruvlarini o'tkazib yubormang, saqlab qo'ying va bo'lajak onalarga yuborib qo'ying.